Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Rasmiy xabarlar berib boriladigan kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda yozda ob-havo qanday bo'ladi? 2025-yili yozi o'tgan yilgisidan issiqroq bo'lishi kutilyapti. Shuningdek, tog'larda yog'in taqchilligi davom etishi, yozning har oyda kamida bitta yozgi termik depressiya jarayoni kuzatilishi prognoz qilinmoqda. Iqlimshunos Erkin Abdulahadov Gazeta.uz uchun yoz oylari ob-havosi bo'yicha sharh tayyorladi. Ushbu sharh asosan O'zgidromet va Xalqaro ob-havo prognoz markazlarining uzoq muddatli ob-havo ma'lumotlari asosida tuzilgan bo'lib, u bevosita ob-havo prognozi emas. Bu kabi uzoq muddat uchun tuzilgan kutilmalarning oqlanish darajasi past bo'lgani uchun buni maslahatomuz ko'rinishda qabul qilish maqsadga muvofiqdir. Bu kabi sharhlar ob-havo byurolarining prognozlaridagi raqamlar, hodisalarni oddiy tilda tushuntirish imkonini beradi. Ayrim nuqtalarda O'zgidromet hali taqdim etishga ulgurmagan axborotlar xalqaro ob-havo prognozi markazlarining ma'lumotlari bilan to'ldirilgan. Bu ham prognozlarni sharhlash amaliyotida tasdiqlangan samarali usuldir. O'zbekistonda yilning eng issiq va eng quruq davri aynan yoz faslida kuzatiladi. Xususan, iyul oyi to'liq yoz chillasi ichida o'tadi. Jazirama yoz chillasi taqvim bo'yicha 25-iyunda boshlanib 5-avgustga qadar davom etadi va shu vaqtgacha yozdagi anomal issiq kunlar odatda shu davr ichida kuzatilgan. Ammo global iqlim o'zgarishi sabab endi anomal issiqlik to'lqinlari yoz chillasidan boshqa vaqtlarda ham kuzatilyapti. Masalan, 2025-yil may oyi o'rtalarida kuzatuvlar tarixida birinchi marta xuddi iyuldagidek jazirama kuzatildi. Ko'p yillik kuzatuvlarga ko'ra, O'zbekistonning tekislik hududlarida iyul oyidagi havo harorati iyun va avgust haroratidan 1-3 daraja issiqroq bo'ladi. Ya'ni, tekislik hududlarning katta qismida iyun va avgust harorati eskitdan bir-biriga juda yaqin bo'lgan. Ayni vaqtda iyun va avgustni bir-biridan farqlab olishda oylik yog'in miqdoriga e'tibor berish kerak. Odatda iyun avgustdan ko'proq yog'in bo'lishi bilan farqlanadi. Tog'larda esa vaziyat boshqacharoq. Baland tog'larda iyundagi harorat iyul va avgustdagiga nisbatan ancha 3-4 darajagacha past bo'ladi. Bu yozning birinchi oyida tog'larda yog'ingarchiliklarning ko'proq bo'lishi bilan izohlanadi. Tog'larda avgust oyida ham yog'inlar kam kuzatilgani bois harorat iyuldagidan ko'p ham farq qilmaydi. Tarix. Yozning eng issiq iyul va avgust oylarida O'zbekistonning tekislik hududlarida o'rtacha oylik havo harorati +32,4 daraja issiqdan Buxoro viloyati Jangeldi stansiyasida, +15,3 daraja iliq Toshkent viloyatidagi baland tog'li Oygaing stansiyasida tomon o'zgarish xususiyatiga ega. Oygaing tog' stansiyasi dengiz sathidan 2200 metr balandlikda joylashganini inobatga olsak, bundanda baland tog'li hududlarda o'rtacha oylik harorat tabiiyki yuqorida zikr etilgan qiymatdan past kuzatiladi. O'tmishda yozda ayrim sovuq havo oqimlari mintaqaga chuqur kirib kelganida baland tog'larda havo harorati 0 darajadan ham pasayib ketishi holatlari ko'plab kuzatilgan. Lekin eng issiq iyul oyida O'zgidrometning tog' stansiyalari shu vaqtgacha biror marta haroratning 0 dan pasayishini deyarli qayd etmagan. Faqat bir holatda 1966-yilning iyul oyida Oygaing kuzatuv punktida harorat tunda -1,4 darajagacha pasaygan. Ayni vaqtda O'zgidrometning 80 ga yaqin stansiyalaridagi mutlaq maksimal harorat rekordlarining 70% yozda aynan iyul oyida qayd etilgan. Shu bilan birga
Farg'ona vodiysi viloyatlarida jazirama rekordlari iyul emas, iyun oyida, O'zbekistonning shimoli va tog'larida esa odatda avgust oyida ro'yxatga olingan. Rekordlar. Maktab darsliklarida O'zbekistonda eng yuqori harorat Termizda kuzatilgan va o'shanda termometr ustunchalari +50 darajaga yetgan degan biroz yanglish ma'lumot keltiriladi. Aslida O'zbekistondagi mavjud meteokuzatuv punktlarida o'tgan 100 yil, ba'zi joylarda 150 yil ichida biror marta ham havo harorati +50 darajagacha yetmagan, shu qiymatga yaqinlashgan, xolos. Shuningdek, eng yuqori harorat qiymatlari O'zbekiston janubida emas, balki Qizilqum cho'llarida kuzatilgan. 1983-yili O'zbekiston hududiga kirib kelgan navbatdagi termik depressiya respublikada uzoqroq muddat saqlanib, O'zgidromet stansiyalarining yarmidan ko'pida mutlaq issiqlik rekordlarini o'rnatib ketgan. O'zbekistonda meteokuzatuvlar boshlanganidan buyon atigi 5 stansiyada harorat maksimumlari +49 darajadan yuqori ko'tarilgan. Jumladan, Buxoro va Navoiyning 4 stansiyasidagi +49 darajadan yuqori ko'rsatkich 1983-yil iyul oyidagi termik depressiya vaqtida qayd etilgan. Termizdagi +49,6 daraja rekord issiqlik o'tgan asr boshida 1914-yil iyun oyida kuzatilgan. Respublikadagi mutlaq eng issiq harorat Buxoro viloyatining oyoqog'itma kuzatuv punktida qayd etilgan bo'lib, 1983-yil iyulda bu yerda termometr ustunchasi +49,8 darajagacha ko'tarilgan. Bu qiymat hozirgacha O'zbekistonda kuzatilgan eng yuqori harorat bo'lib turibdi. Hozircha shunday, ammo iqlim o'zgarishining amaldagi shiddati bilan bu qiymat yaqin yillarda yangilanishi, haroratning +50 darajadan oshishi bilan bog'liq holatlar qayd etilishi ehtimoli katta. 2025-yilgi yoz qanday o'tadi? Yoz oylari, ayniqsa avgust, xoh tog'li hududlar bo'lsin, xoh tekislik, O'zbekistonda yil davomida eng kam yog'in tushadigan davrdir. Voha va cho'l hududlarida esa butun yoz davomida osmondan bir tomchi ham yomg'ir tushmagan yillar juda ham ko'p kuzatilgan. Tog' va tog' etaklarida, shuningdek, Farg'ona vodiysi viloyatlarida esa yozning barcha oylarida tez-tez chaqmoq momaqaldiroq xususiyatli bulutlardan jala yog'inlar kuzatiladi. Shuningdek, yozda past bosimli issiq havo oqimlarining respublikaga ketma-ket chuqur kirib kelishi va uzoqroq qolib ketishi hisobiga bu yil davomida atmosfera bosimi eng past kuzatiladigan mavsum ham hisoblanadi. Yozda issiq kunlar ko'p kuzatilsa, keksalarda qon bosimi o'zgarishi bilan bog'liq holatlar ortib, o'limlar ham ko'payadi. Shunday yillar bo'lganki, statistika bo'yicha yoz oylarida o'limlar soni boshqa oylarga nisbatan ko'proq qayd etilgan. Bu aynan ob-havo bilan bog'liq. Yozda havoda nisbiy namlik ham eng past bo'ladi. Masalan, Samarqand viloyatining Qo'shrabot kuzatuv stansiyasida o'tmishdagi avgustlarning birida havoda nisbiy namlik 2% gacha kamayib ketgan. Xo'sh, bu yilgi yoz qanday keladi? O'zgidromet prognozida butun yoz O'zgidromet o'z prognozida butun yoz biroz issiqroq bo'lishini ta'kidlagan. Jahon meteorologik tashkiloti ham 2025-yilning iyun, iyul va avgust oylarida O'zbekiston joylashgan mintaqada harorat rejimi shu davr uchun xos me'yoriy qiymatdan yuqori, issiq, yog'ingarchilik bo'yicha esa ko'plab hududlarda me'yorga yaqin bo'lishini prognoz qilgan. Ob-havo markazining qo'shimcha qilishicha,
Dunyo iqlimining asosiy regulyatori hisoblangan Dunyo okeani suv haroratining juda katta qismi o'tgan oylarda judayam issiq bo'ldi. Tinch okeani markazida esa suv harorati ko'proq neytral holatda kuzatildi. Bu okean markazida suv harorati me'yoriy harorat fonida o'tib, ushbu fenomen hodisa na El Nino va na La Nino hodisalari tabiatiga mos tushdi. O'zbekistonda shu yilgiga o'xshash o'tmish bahor oylaridagi vaziyatlardan keyingi yoz oylaridagi ob-havo ma'lumotlari hamda Yevropa o'rta va uzoq muddatli ob-havo prognozi markazining axborotiga tayanib 2025-yil iyun oyida kutilayotgan oylik havo harorati va yog'ingarchilik qiymatlarining ko'p yillik iqlimiy me'yordan chetlanish kartalari tayyorlandi. Iyun. O'zgidromet tomonidan 2025-yil iyun oyi uchun ishlab chiqilgan prognozda oylik yog'ingarchilik va harorat rejimi me'yordan qanchalik cheklanishi, oyning sernam yoki quruq va aksincha issiq yoki sovuq o'tishi ehtimoli haqidagi ma'lumotlar ochiqlanmagan bo'lsa-da, agentlik xabarida oy boshida biroz quruq va jazirama harorat kuzatilishi bildirilgan. Masalan, 1-7 iyun kunlari respublika bo'ylab yog'ingarchilik bo'lmasligi, 10 kunlikning so'ngida biroz yog'ingarchiliklar bo'lishi ta'kidlangan. Oyning 2 va 10 kunliklarida ham kamida bir marta bo'lsa ham mintaqaga yog'ingarchilik olib keluvchi nam havo oqimlaridan yog'ingarchilik bo'lishi ma'lum qilingan. Harorat rejimi bo'yicha oy davomida kunduz kuni harorat +25 +30 darajali salqin havolar bilan birga +33 +38 daraja, ba'zi hududlarda +40 +42 daraja issiq havo oqimlari bilan tez-tez o'rin almashinishini keltirib o'tilgan. Iyun oyining 3-10 kunligida issiqroq bo'lishiga qaramay, 1 va 2-10 kunliklari biroz salqin kelish hisobiga tekisliklarda oy davomida o'rtacha havo harorati me'yorga yaqin qiymatlarda bo'lishi kutilmoqda. Ammo tog'lar va vodiyda o'tmish iyun oylaridan issiqroq iqlimiy muhit kuzatilishi taxmin qilinyapti. Yog'ingarchilik bo'yicha O'zgidrometning aksariyat tekislik qismlari va janubida me'yorga yaqin ko'rsatkichlar qayd etilishi kutilyapti. Xususan, Surxondaryodagi yog'ingarchilik kutilmalari ayni mavsum uchun sel suv toshqinlari ehtimolini oshiradi. Prognozlarga ko'ra, tog'lardagi yog'in taqchilligi iyunda ham davom etadi. Iyun oyida juda yuqori issiqlik harorat to'lqinlari asosan 3-10 kunlikda ro'y berishi taxmin qilinmoqda. Joriy oy respublikaning katta qismida juda quruq o'tishdan kelib chiqib, bu yong'in xavfini ham oshirishini qayd etib o'tish joiz. Iyul. Yozning eng issiq oyida Farg'ona vodiysi aholisi issiqni boshqa hududlarga nisbatan kuchliroq his etadi. Ayni damda Qoraqalpog'iston Respublikasi va Navoiy viloyatida iyul oyida kutilayotgan antisiklonning chekkasi ta'sirida ko'proq qolishi hisobiga me'yoriy iyulga juda yaqin harorat kuzatilishi taxmin qilinmoqda. Tog'larda harorat iyul oyida ham yuqori bo'lishi taxmin qilinmoqda. Shuningdek, bu oyda aholi zich istiqomat qiluvchi viloyatlarda harorat ko'p yillik iqlimiy me'yordan 1-2 daraja yuqori kuzatilishi ham mumkin. Umuman, iyul oyida mintaqaga kamida 2 marta termik depressiya jarayoni kirib kelishi mumkinligini taxmin qilish mumkin. Quyidagi xaritada 2025-yil iyul oyida O'zbekistonning juda katta qismida yog'ingarchilik me'yoriy ko'rsatkichlarga yaqin bo'lishi ifodalangan. Bu antisiklonal jarayonning janubdan nam havo oqimini tortishi hisobiga yozda tekislik hududlariga kamida bir marta bo'lsa ham yog'ingarchilik tushishini anglatadi.
Ammo shundoq ham cho'llarda iyulda deyarli yog'in kuzatilmasligini inobatga olsak, bu davrda tekisliklarda kuzatiladigan yog'in deyarli hech narsani hal qilmaydi. Faqat uning ortidan vaqtincha kuzatiladigan salqinroq kunlar kishilar joniga oro kirishi mumkin. O'zbekiston tog'larida iyulda ham me'yordan kamroq yog'in bo'lishi taxmin qilinyapti. Lekin bundan tog'larga yog'in tushmas ekan degan fikrga bormaslik kerak. Shunchaki avvalgi yillardagi iyullarga nisbatan quruqroq muhit bo'ladi, xolos. Shu bilan birga, iyul uchun noodatiy bo'lsa-da, Samarqand va Andijonning ba'zi tog' etaklaridagi ayrim hududlarda juda kuchli jala yog'ishi mumkinligi ham prognoz qilinyapti. Avgustda ham oylik haroratning me'yordan chetlanishi xuddi iyuldagi kabi bo'lishi kutilyapti. Faqat bu oy iyuldan biroz salqinroq bo'lishini hisobga olsak, avgustning to'liq kunlari iyuldagi kabi kishilar hafsalasi va uyqusini yo'qotadigan darajadagi issiqlikni taqdim etmaydi. Tungi haroratlar ham iyulnikidan pastroq bo'ladi. Shunga qaramay, avgustda ham kamida bir marta termik depressiya jarayoni kirib kelishini istisno qilib bo'lmaydi. Ammo baribir cho'llar va shimoliy hududlarda oylik haroratning juda yuqori isib ketish anomaliyalari u qadar ko'p bo'lmasa kerak. Tog'larda harorat avvalgi yillardagi avgustlardan issiqroq bo'lishda davom etishi mumkin. Andijon, Namangan, Farg'ona, Samarqand, Sirdaryo, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida oylik harorat me'yordan 1,5-2 daraja yuqoriga chetlanishi mumkin. Bu ushbu hududlardagi avgust harorati xuddi o'tmish iyullaridagi kabi o'tishi mumkinligini anglatadi. Yog'ingarchilik kesimida avgust oyi davomida tog'larda yog'inlar ko'p yillik me'yordan kam bo'lishi kutilmoqda. O'zbekistonning katta tekislik qismida esa 1991-2020 yillardagi o'rtacha yog'in miqdoriga yaqin yog'ingarchilik bo'lishi prognoz qilinyapti. Ammo bu ham juda quvontiradigan vaziyat emas, chunki o'tmish avgustlarda tekisliklarda oy davomida deyarli yog'ingarchilik kuzatilmagan. Shunday qilib, 2025-yil yozi issiqroq kelishi va yog'ingarchilik bo'yicha me'yor atrofida bo'lishi, tog'larda esa yog'in taqchilligi kuzatilishi mumkinligini kutilmoqda. Shunga qaramay, iyun va iyul oylarida ayrim hududlarda talofatli sel suv toshqinlari kuzatilishi mumkinligini ham ta'kidlab o'tish darkor. Shuning uchun vakolatli organlar aholini bunday hodisalardan barvaqt ogohlantirishi hamda tegishli kuch va vositalarni ishchi holatga keltirib qo'yishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Takror bo'lsa-da, shuni yana bir bor alohida ta'kidlash joizki, uzoq muddatli, xususan oylik va mavsumiy ob-havo prognozlarining o'zini oqlash darajasi ancha past. Bahor-yoz mavsumida har bir oy uchun 80% dan yuqori aniqlikda prognoz bera oladigan usullar hozircha mavjud emas. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: gazeta.uz sayti. Ushbu xabar gazeta.uz saytiga joriy yilning 5-iyun sanasida joylashtirilgan.